Xususan ota-onalarni borib ahvolini olinglar. U do'stlar inog'alariki ro'zg'ori ota-onasidan judo, ota-onasidan uyi alohida. Borib ota-onaning duosini olinglar. Ularni rozi qilinglar. Ota-onalarning ahvolini olinglar. Ularni yuragini ko'tararday biron narsa, hadiya, bir tuhfa va tahoyif olib beringlar. Xizmatini qilinglar. Agar qudratingiz yetsa, ularni otiga qurbonlik qilinglar. Agar qudratingiz, iqtisodingiz yaxshi bo'lmasa, hadda aqal uni bir diljulik qilinglar. Muhabbatlaringizni ko'rsatinglar. Ularning duosini olinglar. Valovki ota-onangiz har bir amalda, har bir holatda bo'lsin. Sizdan ko'ra uni savodi, uni ilmi, uni masalan amali har narsaga bo'lsin. Har holga borib ota-onaning duosini olinglar. Ota-onani borib to'xtab mana shu ro'zlarga girdiga tavof qilinglar. Bir dafa ota-onangizga muhabbat bilan qarasangiz, bir haj umrani savob beriladi. Haj umra qilaman deb to'xtab laklar masraf qilib borasiz, Baytullohga tavof qilasiz. Ammo siz oldingizdagi Baytulloh, oldingizdagi jannatning kalidi, uyingizda qarri-qurri, o'zi sizga muhtoj bo'lib qolgan ota-onangiz, u ko'ngli uni yuragi mayda bachaday bo'lib qolgan. Uni ko'ngli mayda bachaday bo'lib qolgan. Bir andak narsaga jirkisangiz uni yuragi sinadi. Bir andak narsaga unga bir tavajjuh qilsangiz yuragi ochiladi. Mayda bachaday uni aldab, uni yuragini ko'taringlar. Shu ro'zlar xususan borib uni girdan tavof qilinglar. Kecha kunduz ahvol olinglar. Bu girdidan tavof qilishlik, ota-onani girdan tavof qilishning ma'nosi nimada? Ota-onaning duosini olishlik. Tavofning ma'nosi nimada? Baytullohga borib ish qilib Allohga tavof qilasiz. Baytulloh bir toshdan tuzalgan uy-ku. Lekin Allohning ishqini, muhabbatini divonaday bo'lib aylanib siz uni barobar qilasiz. Ota-onani girdidan aylanish, uni rozi qilish, uni bor ahvolini so'rash, unga bir hadiya, tuhfa, tahoyif yuragi boricha so'rab, bir narsa orzu havasi bo'lsa, uni borib eltib berish. Mana bu tavof bo'ldi. Tavof shuni aytadi. Undan ahvol oldingiz, unga muhabbat qildingiz, ishq ko'rsatdingiz, haqqini bildingiz, rozi qildingiz, mana shu tavof shu. Shuning uchun 100 dafa, 1000 dafa agar borib muhabbat bilan ota-onangizga qaradingiz, 1000 haj umrani savobi sizga beriladi. Mufti juft. Hech masraf qilmasdan 100 martaba bo'ldi, 100 haj umrani savobi sizga beriladi. 1000 martaba bo'ldi, 1000 martaba sizga haj umrani savobi beriladi. Shuning uchun ota-onalarni duosini olinglar, ahvolga qilinglar.